Assalomu alaykum do'stlar. Mana biz remont qilayotgan turgan kvartiramizni ravnetil quyish jarayoniga keldik. Ravnetil quyishdan oldin mana gruntovka polni yaxshilab chista qilib, yaxshilab gruntovka qilib, quyish jarayonini ham to'g'ri ko'rsatib boramiz. Uborga yaxshilab uborka qilib, gruntovkani 2 martalab qilib, biraz biz yashkani umuman yuza qismi salabang plyonka holatiga keladi. Yurganingizni yutib olmaydi. Mana shunday holatda anchagina gruntovka ancha holatda turadigan bo'lsa, ana undan keyin gruntovka ravnetil qo'ysangiz, shu bilan xotirjam quysa bo'ladi. Bu 2 xonali kvartira. 2 xonali kvartirani hozir ravnetil quyishdan oldingi gruntovka qilingan payti